O'tgan darsda sizlar bilan past simple mavzusini o'tgandik. Bugungi mavzuyimiz past continuous, ya'ni o'tgan davomiy zamon. O'tgan davomiy zamon. Bu darsda biz o'tgan davomiy zamon qanaqa yasaladi, qachon ishlatiladi, hammasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Kelaylik, demak, A sectiondan boshlaymiz. Study this example situation deyapti. Exampledagi ismdagi holatni tasvirlab beradi. Soat 10:30 ekan. Yesterday deyapti mana. Yesterdayga e'tibor beramiz birinchi navbatda. Yesterday Karen and Joe played tennis mana. Played qildi. Demak, o'ynadi, tennis o'ynadi. They started at 10 o'clock and finished at 11:30 mana. 10 da start qilgan, boshlabdi va finished at 11:30 deyapti. 11:30 da tugatibdi. Demak, so at 10:30 mana 10:30 da 10 dan 11:30gacha o'ynagan bo'lsa, demak 10:30 da they were playing tennis. O'ynayotgan edi. Aynan bir ish harakatni o'rtasida bo'lgan. O'ynayotganda. Misol uchun soat 8 da darsga kirib ketgan bo'lsangiz, 12 da siz soat 10 larda siz darsda o'tirgan bo'lasiz demak. Dars o'rganayotgan bo'lasiz. They were playing. They were in the middle of playing. They had not finished. Ana shunga e'tibor beramiz. Demak, ular hali o'yinni o'rtasida, hali o'yin tugamadi. Ular o'yinni tugatmadi. Demak, biz continuous zamonni qanaqa qilib yasaymiz? Hozirgi zamonda ham continuous zamon to be plus verb ing shaklida yasaladi. Hozirgi zamonda to be am is are ga teng bo'lsa, o'tgan zamonda faqatgina was bilan verb bor. Mana was bilan verb bilan yasaladi. He, she, it ga was, we, you, they ga were va fe'lga oddiygina ing qo'shish orqali biz davomiy zamon yasaymiz. Misol uchun I was playing. Play ga ing qo'shyapmiz. I was playing. I was working. Ishlayotgandim. I was listening to music. Musiqa eshitayotgandim. I was writing an essay. Essay yozayotgandim. Yoki essay yozayotgandik demoqchi bo'lsak, we were writing an essay. Shunaqa. Endi B sectionga qaraymiz. I was doing something. I was doing something. Bu degani men nimadir qilayotgandim. Something o'rniga xohlagan ishlarni aytasizlar. I was doing exercise. Mashq bajarayotgandim. I was doing uh, some repairments, misol uchun uyda nimalarni ta'mirlayotgandim. Bu degani at certain time deb beramiz. Certain time degani aynan bir muayyan bir vaqtda, o'tgan zamonning aynan bir muayyan bir vaqtida nimadir ish bajarayotgan bo'lsangiz, lekin o'sha ish hali tugallamagan bo'lsa. Misol uchun mana past deyapti. Now deyapti. Past mana. Past o'tgan zamonda o'sha ishni tugalladi deyapti, lekin bu continuous zamonda I was doing, he was doing qilayotgan edi. Tugallamagan. This time last year mana. Continuous zamonda vaqt berilishi juda ham muhim. Vaqt bilan ishlatiladi har doim. This time last year mana o'tgan yili shu payt. I was living in Hong Kong. Gonkongda yashayotgan edim. Kecha, misol uchun kecha shu payt mana. Bugun soat 1:45 bo'lgan ekan. Kecha shu payt men uxlayotganim misol uchun. This time yesterday I was sleeping. What were you doing at 9 o'clock? At 10 o'clock last night mana. Vaqt kelyapti. O'tgan tuni soat 10 da nima qilayotganingiz? Mana vaqt bilan ishlatiladi. I waved to Helen mana. I waved to Helen. Helenga qo'lim siltadim, but she wasn't looking. Ammo qaramayotgan edi. Endi compare qilamiz. O'tgan zamon bilan o'tgan davomiy zamonni I was doing bilan I did ni farqini ko'ringlar deyapti. Qachon ishlatiladi? Va ishlatilgandagi farqi nima? I was doing ni ma'nosi qanaqa? I did ni ma'nosi qanaqa? I was doing degani demak o'sha narsani qilayotganim degani. I did degani qildim o'sha narsani. Qildim. We were walking home mana. When I met Dan. Qachonki Danni ko'rganimda biz uyga qarab ketayotgan edik. Demak, biz uyga ketayotgan edik, Danni ko'rib qoldik o'sha ketayotgan paytimizda degan. Endi we walked home after that mana. After the party last night. O'tgan tunda partiyadan keyin biz uyga ketdik. Bazm tugadi, biz uyga yetib bordik. O'sha uyga ketib bo'ldik biz degan. Bu yerda davomiy zamonda uyga ketayotgandik. Dan chiqib qoldi, Danni ko'rib qoldik.
Endi ikkinchi gapda Kate was watching TV when we arrived. Keyin televizor ko'rayotganda biz yetib borganimizda. Televizor ko'rib o'tiruvdi, biz yetib bordik demoqchi. Kate watched TV and a lot when she was ill last year. Mana o'tgan yili kasalligida u juda ko'p televizor ko'rdi. Buni aytib bo'lmaydi. Televizor ko'rayotganida u kasal bo'lib qolganida deb bo'lmaydi. Kasal bo'lib turgan paytda u televizor ko'rib turgan bo'lishi kerak. Bunaqa grammatik tomondan ham ma'no tomondan ham bir-biriga to'g'ri kelmayapti-da. You can say that something happened in the middle of something else, past continuous mana. Demak, biz nimadir ish harakat qilayotgan paytimizda boshqa narsa, o'sha paytda boshqa narsa sodir bo'lsa, o'sha gapda past simple ham past continuous ham bitta gapda ishlatilsa bo'ladi demak. Misol uchun mana Matt phoned, Matt telefon qildi. Qachon? While we were having dinner mana. Tushlik qilayotganimizda. Biz tushlik qilib turgandik. Tushlik qilib turuvdik. Telefon ringladi, Matt telefon qilyapti ekan. Demak, nimadir turgan edik, nimadir bajarib turgan edik, nimadir narsa, qisqa narsa sodir bo'ldi. Telefon jiringladi. Telefon jiringlayotgan edi deb deya olmaymiz. Ovqat yeyotgan paytimizda telefon jiringlayotgan edi. Bunaqa narsa bo'lmaydi. Telefon jiringladi bo'ladi. Joyini almashtirib qo'ysak, lekin ma'no ketib qoladi. Telefon jiringlayotganida biz ovqatlandik. Ma'nosi g'alati bo'lib qoladi. It was raining mana. When I got up. Turgan paytimda yomg'ir yog'ayotgandi. Joyini almashtirib qo'ysangiz ketib qoladi. Men turayotgan paytimda yomg'ir yog'di. Shunday o'rinda turayotgandim, yomg'ir yog'ardi degani. I saw you in the park yesterday. Kecha men sizni parkda ko'rdim. You were sitting on the grass mana. O'tda sitting degani o'tirayotganingiz degani emas, o'tda o'tirgan edingiz degani. And reading a book, kitob o'qiyotganingiz. Joyini almashtirib olsanglar, kitob o'qidingiz va o'tda o'tirdingiz, men sizni ko'rayotganim shu payt. Sizni ko'ray o'tib ketayotganim degani. Men sizni ko'rib qoldim demoqchi. I hurt my back while I was working in the garden. Demak, I hurt my back degani belimni shikastlab oldim. Qachonki men gardinda ishlayotganimda shikastlab olayotgandim bo'lmaydi. Kesib oldim degan narsalar davomiy zamonda kesib ma'nosi umuman g'alati bo'lib qoladi. Men qo'limni kesib olayotgandim, non to'g'radim. Non to'g'raganimda. To'g'ri, non to'g'raganimda davomiy zamon qolyapti. Demak, ikkita davomiy zamon bitta gapda kelmaydi. Joyini almashtirsalar juda g'alati bo'ladi. O'shaning uchun bitta tarjima qilib ko'rgan ma'qul. Gap tuzayotgan bo'lsanglar agar qaysi biri past continuous, qaysi biri xalat qilyapti, qaysi biri davomiy zamon bo'lyapti o'sha yerda. Qisqa voqea o'rtada tiqiladi. Ingliz tilida shunaqa degan, interrupt qiladi. Uzunroq bir voqea hodisaga nisbatan qisqaroq narsa o'sha paytda sodir bo'lsa, interrupt qilsa, qisqa sodir bo'lgan voqea past simple'da davom etib kelayotgan past continuousda ishlatiladi. But we use past simple to say that when something happened after another. Nimadir narsadan keyin nimadir narsa sodir bo'lgan paytda biz past simple ishlatamiz. Mana. I was walking along the road when I saw Dan. Danni ko'rgan paytim yo'ldan ketayotgan edim. So I stopped mana. Keyin nimadir narsadan keyin nimadir bo'lyapti mana. So I stopped. Va men keyin to'xtadim. Va keyin men to'xtayotganim bo'lmaydi. To'xtadim va we talked for a while. Bir qancha vaqt gaplashdik. Bir qancha vaqt gaplashayotgandik bo'lmaydi. Compare mana, taqqoslang. When Karen arrived, we were having dinner. Karen arrive qilganda, yetib kelganda biz dinner qilayotgandik. Bu degani biz dinnerni allaqachon boshlab bo'lganmiz va dinnerni o'sha paytda ham qilayotgandik. Dinner mana Karen shunday keldi, biz boshlab bo'ldik va o'sha narsani davom etayotgandik. O'sha ovqatlanishdi. Ikkinchi gapda mana, when Karen arrived, we had dinner. Ikkinchi gapda Karen kelganida biz ovqatlandik. Karen keldi, keyin biz boshladik degan. Hali boshlamaganmiz. Keyin qildik birgalikda degan. Ana ma'nosi o'zgarib ketyapti. Shuning uchun ma'nosiga nisbatan bir tarjima qilib ko'rganinglar yaxshi bo'ladi agar o'zingiz tuzayotgan bo'lsanglar. In the E sectionda some verbs are not normally used in continuous forms. Ba'zi fe'llar ing olmaydi, lekin ing davomiy zamon ma'nosida keladi. Bu fe'llar ingliz tilida mana stative verbs deyiladi. Stative verbs. O'zbek tiliga hayajon fe'l, ana his tuyg'u fe'llari bo'ladi. His tuyg'u fe'llari, sezish fe'llari, gapirish, bilmoq. Misol uchun xuddi shunaqa fe'llar mana ichida yozib qo'yibdi. Know, want. Ana shu fe'llar
ing olmaydi. Lekin davomiy zamoni kelsa ham. Man sizni tushunyapman. Mesela o'zbek tilida bor mana. Man sizni tushunyapman. I'm understanding you bo'lib qoladi. Yo'q. I understand ing olmaydigan fe'l. I understand you. Man bilyapman bu narsani nimaligini. I'm knowing bo'lmaydi. I know. Uh, Demak, mana we were good friends. Biz yaxshi do'stlar edik. We knew mana. We knew each other well. Biz bir-birimizni yaxshi bilardik. Mana o'tgan zamonda kelyapti. We were knowing bo'lmayapti. We were knowing bo'lmayapti. I was enjoying the party but Chris wanted to go home. Deyapti. Menga partiya yoqayotgan edi. Partiyada mazza qilayotgandim, lekin Chris uyga ketishni xohlayotgan edi ma'nosida kelsa ham xohladi deb ishlatiladi. Wanted. Uh, Keyin savol tug'ilishi mumkin. Qanaqa qilib bilamiz biz ing olmaydigan fe'llarni deb. State verbs deb yozsanglar, listni chiqarib beradi ro'yxatdan. Mana listni topish uchun yozib ko'rgan edim. State verbs list yozsak, misol uchun mana chiqarib beradi. PDF shaklida. Documents. Mana shu fe'llar. Agree, appear, believe, belong, consist, contain, disagree, dislike, doubt. Mana shu fe'llar. Mana shu jadvaldagi hamma fe'l ing olmaydi. ing olish mumkin. Misol uchun think ing olmaydi deb yodlab qolsangiz, ing bilan keladigan vaziyatda ham bor, lekin o'zini ma'nosida emas. I'm thinking degani men o'sha narsa haqida prosta o'ylayapman degan emas. What were you thinking about mana? Thinking kelyapti, ing olyapti. Lekin bu boshqa ma'noda kelyapti. Mana state of ma'nosida fikrim I think degan men o'ylaymanki, meni fikrim shunaqa degan ma'noda ing olmaydi. Nimadir miyangizni qotiryapti-da, mana fikringizni olib qo'yapti. Sizni kuchli, chuqur o'ylashga majbur qilyapti. O'shanda think ishlatiladi. ing bilan ishlatiladi. What are you thinking about degan nima haqida o'ylayapsiz? Nima haqida o'tirib nima sizni band qilib qo'ydi deganda. I'm thinking about my next holiday. Men keyingi ta'tilim haqida o'ylayapman. Fikrimni aytmayapman. Men o'zimda consider nima deydi, miyamdan o'tayotgan xayol haqida gapiryapman-da. Fikr emas bu. Fikr bo'lgan holatda ing olmaydi. Demak, mana shu say verbslarni yodlasanglargina bilishinglar mumkin qaysi fe'llar ing olmasligini. Yaxshi, mana shu 6-unitni ko'rib chiqdik sizlar bilan bugun. Videoni yana bir marta qaytadan ko'rib, ichidagi gaplarni alohida tarjima qilib va keyingi betdagi mashqlarni bajarib qo'ysanglar, past continuous mavzusi anchagina mustahkam bo'ladi sizlarda. Goodbye everyone.